AQSh prezidenti Donald Trump e'lon qilgan Rossiya-Ukraina urushidagi 3 kunlik otash kesim o'z yakuniga yetdi. O't ochishni to'xtatish tartibi 9-11 may kunlari amalda bo'ldi. Ammo 3 kun davomida tomonlar bir-birini sulh shartlarini buzganlikda aybladi. Xususan, Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy 10-may kuni Rossiya ommaviy havo hujumlari uyushtirmaganini, biroq front chizig'ida Rossiya armiyasi sukut saqlamayotgani va hatto bunga urinmayotganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari o'zlari uchun asosiy hisoblangan yo'nalishlarda hujum harakatlarini davom ettirmoqda. O'z navbatida Rossiya Mudofaa vazirligi 11-may kuni tushda Ukraina dronlar yordamida Rossiya qo'shinlari pozitsiyalariga zarbalar bergani va artilleriyadan o'qqa tutganini xabar qildi. Hozircha sulhni uzaytirish haqida hech qanday gap so'z yo'q. Eslatib o'tamiz, Donald Trump 8-may kuni kechqurun Rossiya va Ukraina o'rtasida 3 kunlik sulh e'lon qilgandi. Trump bu o'zining shaxsiy taklifi ekanini aytib, Putin va Zelenskiyga buni ma'qullaganlari uchun minnatdorlik bildirgandi.